Men ota-onamni kechira olmayman. Men ular bilan qiyomatda hisob-kitobimni qilib olaman. Men ulardan noroziman degan. 5 yoshida onasi tashlab ketgan. Dod voy qilib, nima uchun menga bu? Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tushiga kirib, hay Fatima, bugun iymoningizni yangilab oling degan. Uydan chiqyapti, bitta ayol turibdi. Men seni onangman deb. Men kasalman, menga $200,000 kerak. Men nima qilishim kerak deyapti. Onam ichadi. Onam alkash bo'lsa, butun qarindosh urug'lardan voz kechib yuborgan bo'lsa, men onamni qanaqa qilib kechiraman deb yozgan bittasi. Mana Toshkentda ham aytmayman ismini, onaxon keldi. Men bilan baribir psixologlar Yevropada bermaydi bunaqa masala. Yordam bering. Ha nima, o'sha psixologga borgan ekan, psixolog nima debdi? Sen onangdan kechib yuborishingga ham haqqing bor deb boribdi. Psixologlar Yevropada bermaydi bunaqa maslahatni. Ota-onamiz olamdan o'tib ketgan-ku. Endi ularni biz qanaqa qilib qabul qilishimiz, kechirishimiz kerak, yaxshi ko'rishimiz, aytishimiz kerak. Kechirim mashqi nima o'zi aslida? Shunaqa og'ir holatlar keladi. Erga tega olmayapman, uylana olmayapman dedi Yevropada. Ota-onang qanday? O'sha ota-onasi bilan 10 yil, 15 yil gaplashmagan. Nimaga telefon qilishim kerak dedi. Kim u menga dedi. 100 ta otadan 99 tasi yig'lab boradi. Menga bu e'tiroz bildirish uchun telefon qilmayapti ekan, tanqid qilish uchun emas. Assalomu alaykum. Ota-onaga kechirim degan jumlani ishlatishi o'zi uyatli-da. Ularni kechirish kerakmi? Biz bola bo'lib turib kechirim degan iborani ularga qo'llaymizmi yo'qmi? Bu mayli, ikkinchi masala, lekin men ota-ona bilan munosabatlarni to'g'rilash va ularni boricha qabul qilish haqida kontent joylasam 3000-4000 lab izoh bo'ldi va direktim to'lib ketdi. Kommentariyaga bittasi yozib ketibdi. Men ota-onamni kechira olmayman. Men ular bilan qiyomatda hisob-kitobimni qilib olaman. Men ulardan noroziman degan. Biri yozgan, ota-onamiz unday qabul qilib yuboraylikmi? Onam ichadi. Onam alkash bo'lsa, butun qarindosh urug'lardan voz kechib yuborgan bo'lsa, men onamni qanaqa qilib kechiraman deb yozgan bittasi. Yana ko'pchilik toifa yozgan, ota-onamiz olamdan o'tib ketgan-ku. Endi ularni biz qanaqa qilib qabul qilishimiz, kechirishimiz kerak, yaxshi ko'rishimiz, aytishimiz kerak. Shuning uchun bu mavzularda nazarimda dunyoning ko'plab mamlakatlarida o'z metodikasi bilan nom qozongan markaz mutaxassislari ishtirok etishi kerak bu podkastda deb o'yladim. Bu savollarga birgalashib javob berish kerak deb o'yladim va suhbatimiz ayni mavzuga tasodifan to'g'ri kelib qoldi. Assalomu alaykum, Shohrux aka, xush kelibsiz. Aslida siz bilan intervyu bir necha kun avval reja qilingan edi, lekin mavzuni endi kelganda ko'rishib maslahat qilarmiz degandik. Lekin ota-onani kechirish mavzusi o'rtaga chiqqandan keyin Norbekov sistemasidagi eng muhim qismlardan bittasi bu kechirim bilan bog'liq bo'lgani uchun shuni birlashtirsak degan fikrga keldim. Ota-onamni qiyomatda Xudoni oldida hisob-kitob qildiraman degan farzand haqida gaplashaylik. Kechirish yo'li bir pog'onalarga bo'linadi. Birinchisi, meni kechir, men kechirdim. Shu hayotda yashab yuraveradi insonlar. Xafa qiladi, kechirim so'raydi, xafa bo'ldi, kechirim so'rashadi. Hali yengil dog'ni yuvib tashlagandek. Xuddi shunday, kechirimli bo'lish deyiladi. Oddiy o'smagan insonni yo'li. Ikkinchisi bor, bular juda ko'pincha 200lamachilik hududiga kirib qoladi. Men hech kimdan xafa emasman deydi. Men shu yillari shu o'zim ustimda ishladim, endi hech kimdan xafa bo'lmayman deydi. Shunday qarab, "Ham bu ahmoq-u" deydi. "Ahmoqga ham xafa bo'lasanmi?" deydi. Lekin ahmoq deb qo'ydi. Ruschasiga aytganda "na durakov не обижается" deb qo'yadi yana. Lekin yo'lda so'kinadi, yo'lda jahli chiqadi. Juda ko'pincha inson bu hududda 200lamachilik hududiga kirib qoladi. Bor, haqiqatan ham xafa bo'lmaydiganlar bor. Bular qanaqa? Xafa bo'ladi. Tez vaqtda qo'yib yuboradi. Bular optimistlar deyiladi. Ham ko'p yashaydiganlar, hayotda kam kasal bo'ladiganlar, ko'p muvaffaqiyatga ham ko'p erishadiganlar o'sha optimistlar. Qalbi qanchalik tez tozalikka moyilligi kuchli bo'lsa, shuncha tez hayotda erishadi. Uchinchi holat bor, bular endi ustozlarda holati, katta ustozlarda holati. Dadamlar bizga akam bilan 18 yoshimizda, men 18 yoshda edim, akam 19 yoshda. O'g'illarim, agar sizlarga beriladigan nasihatim va eng katta beradigan ilmim, agar insonni qalbida 1% ham nur taralib tursa, meni nasihatim o'sha nur bilan gaplashasizlar. Voz kechish, chopib tashlash,
qarindosh bunaqa iflos, bunaqa rasvo insonlar bo'ldi, bulardan voz kechivor. Ota-ona emas, boshqa oddiy Hali insonlar. ota-onaga qaytganimiz yo'q. Ota-ona hali bu boshqa. Shunaqa deydi-da, oq-qoraga ajratib tashlaydi. Do'zaxi jannatiga ajratib tashlaydi. Keyin nima bo'ladiki, yo'q, dadamlar ham, katta ustozlar ham bizga nima deyilgan? O'sha 1% nuri bormi? Inson 100% yovuzlik bilan yasholmaydi qalbida. 100% ezgulik bilan bo'lmaydi qalbida. Bu mana shu hayot Alloh taolo yaratgan. Bir-biriga qarab kuchli bo'ladi. Yomon yaxshiga qarab, yaxshi yomonga qarab o'zini ustida ishlaydi. O'zini ustida ishlaydi. Yana eng tepa holati bor. Bu avliyolarda holati. Yomonga ham rahm qilish. Yomonga ham shafqat qilish. Qo'shning ustingdan mazava to'kib ketsa, unga chiqib yaxshilik qildan deganday bu yog'i. Xuddi shunday. Lekin o'g'rini ushlab olsa ham jar solib, sharmanda qilib, hammaga dod-voy qilib, videolarga tashab, butun qaranglar, menga ishonmanglar deb turun. O insonning qalbi nima deyilgan? Allohning taxti. Ming yomon bo'lsin. Yo'q. Bu katta avliyolarda holati. Ustoz aytadi-ku, haqiqiy darvish kim deganda, ustozi shogirdiga va borganda bitta insonni qarab ko'r, urib ko'r deydi. Chiqadi, qaytib keladi, bo'ldimi? Ha, men rosa dab poslab tashadi qaytimiga. Bu yovuz inson. Yana bor, top shunaqa bir insonni teginib ko'r. Chiqdim, bitta insonni yelkasiga bir cho'p bilan urdim, tortib oldida yana bir marta meni urdi. Bo'ldi. Bu adolatli inson. Yana bor, izla. Yana bittasini borib bir ursa, shunday tiz cho'kib duo qilish boshlaydi. Ey Xudo, meni gunohimni kechir deb. Bunga qaramaydi ham. Mana shu haqiqiy darvish. Tarsaki nima uchun menga berildi deb o'zidan qidiradi-deng. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Kechirim olami shunaqaki, men 100 ta erkak bilan o'sha ajrashib ketgan inson bilan gaplashganman. O'zim chunki bu narsani gapirishdan oldin amaliy tajribadan o'tkazish kerak ilmlarni. Ajrashgan farzandi boshqa oilada yashaydi. 99 tasi. Endi men fakt bilan aytishim kerak-da. Bor orasida 100, o'zi asli aniq raqam 114 dan 115 ta erkak bilan gaplashganman. 99% nima degan? O'sha bolalarim janjallarimizni ko'rmasin deb, xotin tarafdan, bu yoqdan dod-voyimni ko'rmasin, qiynalmasin deb o'zimni chetga urganman deydi. Endi qaytib borish, o'limni bo'ynimga olish osonroq deydi. Qaytib borishga qaraganda. Nimaga? Bitta narsani eshitmaslik uchun. Sen menga kerak emassan degan. Nimaga kelding? Yo'qol deydigan gapni farzandlaridan eshitib qolmaslik uchun. O'sha o'limdan ham og'irroq bo'lar ekan. Har bittasi bir kun ham bo'lmaydi deydi. Eslamagan kunim. Farzandlarimni. Yuragim olovda. Endi shu farzandlar meni tashab ketdi bu inson deb turun, yana so'kishi, qattiq gapirishi o'lganda tepganday bo'ladi, xolos. Har bittasi qiynalib turadi. Qancha marta ko'rganmiz. Erga tega olmayapman, uylana olmayapman dedi Yevropada. Ota-onang qanday? O'sha ota-onasi bilan 10 yil, 15 yil gaplashmagan yoki men o'zim shogirdim bor, 38 yil mobaynida otasini bir marta ko'rgan. Bir marta u ham bo'lsa qayerdadir to'yda uzoqdan. Bittasi aytib qo'ygan, o'sha seni otang deb. Otasiga telefon qiladi, qanaqasiga men seni kechirdim degan bilan gap bilan emas. Yoki meni kechiring degan bilan emas. Yevropada bo'lganimiz bilan ham o'sha nemislarga, avstriylarga, Angliyadagi fransuzlarga ham qanaqa telefon qilasan? Endi tasavvur qilavering, u yoqda qalb ilmi 0.
Nimaga telefon qilishim kerak deydi. Kim u menga deydi. Shunaqa Qattiqligi yuqori. xuddi shu holat. Tushuntirib asta to'g'ri ilmlar berilsa, qalb eriydi va davolanadi. Bo'ldi, xo'p deydi-da, nima deb telefon qilay? Sizga rahmat aytmoqchiman va bir og'iz meni duo qilib qo'ying deb. 100 ta otadan 99 tasi yig'lab boradi. Nimaga? Menga bu e'tiroz bildirish uchun telefon qilmayapti ekan, tanqid qilish uchun emas. Nahotki shunchalik uzoq yurganim bilan, shuncha yil gaplashmaganim bilan duo so'rayapti. Bir zumda baxt ochilib ketadi. Bir zumda ochilib ketadi. Har xil holatlar bo'ladi. Har xil holatlar bo'ladi. O'sha qiyomatda deydi, unday deydi, bunday deydi, lekin bilmaydi bu hammasi sinovligini va har bitta insonning o'zini sinovi bor hayotda. O'zini fe'liga yarasha berilganini, ha? Xuddi shunday Qur'onda ham yozilgan-ku. Bir ana nima dedi, ko'tar, endi men o'zbekchada ozgina qiynalaman. Yordam berib yuboringizlar. Одного грамма даже больше не дается, чем могли бы выдержать. Sabringdan ortiq berilmaydi. Ha, toqatidan ortiq berilmaydi. 1 gram ham berilmaydi insonda sinov. Mana shu holatlar buni sinovi. Masalan bor. Butun mol dunyosini hisoblasa 100 millionlab, milliardlab. Ana klubimizda 23 yildan beri farzandi yo'q. Butun dunyoni berishga tayyor. Iloji yo'q. Masalan, Rossiyada yana bitta shogirdim bor. 16 yil deganda bitta farzand tug'ildi. U ham bo'lsa leykemiya bilan. Oqqon. Sinov. 10 ta farzandi bor. Sharoiti yo'q. Hamma narsasi bor. Ko'zi yo'q. Hamma narsasi bor. 10 ta qizi bor, o'g'li yo'q. 10 ta o'g'li bor, qizi yo'q. Bu hayot. Sinov deyilgan. Endi kechirim olamida inson o'zi uchun bu meni sinovim ekan. Nimaga? Bu narsaga men qiyomatga qoldirishim kerak. Endi psixologiya olamida yuraman. Lekin ustozlarim bor bo'lgani uchun bu gapga javob qiyomatda Alloh taolo so'rar ekan-ku. Hech kimga e'tirozi yo'q. Deganda turar ekan shunaqa bandalar. Meni e'tirozim hech kimga yo'q desa, meni ham senga e'tirozim yo'q, kir derkan. O'sha qalbida og'riq, demak, inson hali o'zini ustida ishlashga harakat qilmayapti. Xo'p, musulmonsiz, musulmonman. Alhamdulillah, musulmon bitta o'tirganlar ham. Ummatni eng cho'qqisiga chiqqan, eng tepa darajali kim hisoblanadi? Ummatlar orasida. Taqvodorlarmi? Yo'q, rahmdilliklar. Chunki payg'ambarimiz juda rahmdillik bo'lgan-ku. Agar shuni inson qalbi bilan his qilsa, bu narsalardan tez xalos bo'ladi. Qanaqa bo'lmasin, ota-ona qanaqa bo'lmasin, sinov hayotda. Men endi bir voqeani aytib beray. O'tgan yili yozda bir meni eng yaqin jo'ram bor. Ingushetiyada Ruslan Ingush. Endi har bitta inson o'zini eng yaqin jo'rasi bo'ladi-yu, har xil mavzularda so'kida ham gaplashasiz, sansirab ham gaplashasiz. Telefon qildida, jo'ra, meni biznes partnyorim bor. O'sha kompaniyaga men chizib beraman, proyekt qilib beraman. Yordam ber. Ayol kishi 33 ga kirganmi, 34 ga kirgan. Ajrashgan, oilasi yo'q. Lekin bir og'ir holat bor, o'sha holatdan o'tolmayapti. Nima? E'tibor bering-da, har bitta muammoni inson o'zini ichki
qora tarafi bilan yoki yorug' tarafi bilan taroziga qo'yish mumkin. Nima? Gaplashdim. Bo'pti, sen ko'p gapirmagin, menga telefon qilsin. Ismi Fotima. Gapdan gap chiqdiki, 5 yoshida onasi tashlab ketgan. Otasi vaqtli rejimda ishlaydi. 6 oy u yoqda, 6 oy bu yoqda. Qo'lma-qo'l yurgan 18 yoshgacha. O'qishga kirgan, ketgan, общежитиеda yashab, erga tegdi. Erga tekkandan keyin nima bo'layaptiki, egizaklarga homilador bo'layapti. Yarim soat aytib berdi. Shunaqa bo'ldi, lekin payg'ambarimiz tushimga ko'p kiradi dedi. Olib chiqish juda oson bo'ladi. Yo'l aniq bo'ldi. Yo'l aniq bo'ldi. Qaysi tilda gaplashish? Shunaqalari keladi. 100% zamonaviy, hech qalb ilmidan 0. Endi bu tarafdan qani boshla, yana davom eting. Homilador bo'ldim. Homilador bo'lgandan keyin birinchi farzandimni tug'dim, ikkinchi farzandim tiqilib qoldi. Yo meni hayotim, yo farzandimning hayoti endi. Kesib olib tashlashgan bolani. Dod voy qilib, nima uchun menga bu? Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tushiga kirib, hay Fotima, bugun iymoningizni yangilab oling degan. Endi tasavvur qilib ko'ring, u insonning hayoti qanaqa sinovlar hayotda. Bu qiz uchun jazo emas ekan, bu o'zini yo'li ekan. Sinovi. Endi shu qilmasdan o'tish kerak bo'lgan yo'li. Xuddi shunday. Endi 33 yoshidami, o'sha 28 yil o'tyaptimi, uydan chiqyapti, bitta ayol turibdi. Men seni onangman deb. Men kasalman, menga $200,000 kerak. Men nima qilishim kerak deyapti. Fotima, e'tibor bergan bo'lsang, senga kim ilm berib turibdi tushingda? Ko'p kirar ekan, ilm berar ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Rak kasaliman 4-stadiyada, ozgina qoldi, $200,000 bermasang, men o'laman. Gaplashdi, Dubayga, onasi Dubayda ishlar ekan, Dubayga uchib ketdi. Eng qizig'i yana shotida ropparasa $200,000 turibdi. Qarang sinovda. Yechimi bilan birga kelganini. Xuddi shunday. Millionlab insonlar hayotini oxirigacha orzu qiladigan tushdi senga juda ko'p kirar ekan. Yana Alloh taoloning mehribonligiga e'tibor bermayapsanmi? Bu jazo emas, bu sinovligini. Qanaqa ana sinov? Hayotini oxirida onangni ham qaytarib beryapti, xizmatini qilib qo'ygan deb. Mehribonligini ko'rmayapsanmi? Tushunmayapsanmi shu narsani? O'sha gapdan keyin 2 kundan keyin uchib ketgan Dubayga, kirgan. Ona shunday ko'rib, shotni beringlar degan. Mehr hech narsa yo'q. To'lagan. 1 hafta oldida o'tirgan. 1 haftadan keyin operatsiya bo'ldi, hamma narsa bo'ldi, lekin baribir ham 1 haftadan keyin ketdi. Endi 4-stadiyada. Dod-voy qilib yig'lagan. Nimani orqasidan yig'lagan? Alloh taolo shuni ham xizmatini, ota-onaga bo'lgan xizmatni nasib qilgani uchun shuni xayolida, qalbida ushlab turib, shu narsani anglab yetib, dod-voy qilib yig'lagan. 2 hafta bo'lsa ham xizmatini qildim deb-a? Xuddi shunday. Lekin insonlar bu yerda juda ko'pi nima qiladi? Nimaga kelding deydi. Tur yo'qol deydi. Nima qilib qo'yding menga deydi. Urib haydamasa ham urgandan battar qiladi. Qiz hali endi o'layotgan inson somonga ham yopishadi-da cho'kayotganda. Bu narsaga psixologiyadan qaraganda, hey onang hozir adekvat holatda emas. Jon talpinib ilinmoqchi bo'layapti. E'tibor berma gaplariga. Umuman nima deydi, qalbingga ham olmagin hozir gaplarini. Sen aybdor emassan deb. Nima bo'lmasa ham hozir o'zini saqlab qolish arafasida. Urinib yotibdi u odam yoqqa. Sen hozir Alloh taolo qaytarib berdimi onangni ham? Endi nima uchun xizmatini qilgan, duosini olib qo'ygan? Qara mehribonligini. O'sha kechirim mashqida avval gaplashasiz. Qaysi tarafdan rivojlanib ketgan bu inson? Ikki taraflama rivojlanganmi? Qalb ilmi bilan ham dunyoviy ilm bilanmi yoki faqat dunyoviy ilm bilan ketib qolganmi? Pul, mol, dunyo, psixologiya nima qiladi?
kechirim yo'li mashqida juda ko'pincha. Freydnikini olib qaraydigan bo'lsak, sen oppoqsan, sen zo'rsan, qolganlar hammasi iflos. Maraz, iflos. Hammasi qolgan atrofingdagi hamma aybdor ular. Sen zo'rsan. Shuning uchun ham hozir psixolog ayollarimiz juda mazza qilib ajratib yuboryapti-ku ko'plarda. Nimaga? Freydni sistemasini ishlatyapti. Sen o'zingni o'yla, xudbinlikni kuchaytir, yo'q deyishni o'rgan, o'zingni manfaatingni ustida ishla, keyin ering o'zini hududida bo'lsin, seni hududingga kirmasin. Ota-onang xuddi shunday. Nima uchun yashayapmiz? Nima uchun yashayapmiz? 50, 60, 70, 80 yildan keyin boramiz 1-2 ga. 1-2 ga. Lekin yo'q, hozirgina o'ylab qol. Ular seni orqaga tortadi. Shunaqa, mana Toshkentda ham aytmayman ismini, onaxon keldi. Men bilan baribir ozgina qizim yaxshi emas edi. Yordam bering. Ha nima, o'sha psixologga borgan ekan, psixolog nima debdi? San onangdan kechib olishingga ham haqqing bor deb boribdi. O'zimizda bo'layotgan ish. Ha, Toshkentda. Yaqinda. Ha, xuddi shunday. Psixologlar Yevropada bermaydi bunaqa maslahatni. Ya kechirim mashqi nima o'zi aslida? Bu tanlangan yo'l. Kerakli vaqtida aqlli bo'laman. Ana mehmon kelganda mehmon do'st, tarbiyali, izzat ikrom ko'rsatadigan insonmiz u. Hamma ketgandan keyin boshqa insonmiz. Yo'q. Kechirimli, rahmli bo'lish bu yo'l hisoblanadi. Mana shu yo'lda turdingmi, hayotingda oxirgacha ketasan shu yo'lda. Aytdim, qaytdim, chiqdim, kirdim emas. Unda 200 damachi bo'lib qoladi inson. Juda ko'plari bor. Juda ko'plari bor. Qanaqa? O'sha sizni kommentariyingizga yozganlardan-da unday qaraydi-da, namozda turadi-da, duoni qiladi-da, gunohlarimni avvalgi keyingi gunohlarimni kechirgin deydi. Unday ko'chaga chiqadi-da, sen iflosda osmon uzilib yerga tushsin deydi, kechirmayman deydi. Yana uyga keladi-da, meni kechirgin deydi, hammasini deydi. Nima qilmasam ham kechirgin deydi. Yana bunday qaraydi-da, seni hech qachon kechirmayman, qiyomatda hisob kitob qilib olaman deydi. Yana meni deydi, qiyomatda hisob kitobimni oson qilgin deydi. Yana bunday qaraydi-da, qarangda, nimani hidi kelyapti? Xudodan nimani so'rayapsan-u, o'zing nima beryapsan deb-a? Xuddi shunday. Kim nimaga niyat qilishi mumkin? Kechirimli, agar biz haqiqatan ham bizni kechirishni xohlasak, qanaqa bo'lishimiz kerak? Kechirimli bo'lishimiz. 100% kechirimli bo'lishimiz kerak. Qarangda 200 damachilikda. Qarang, e'tibor Seni bering. kechirilishing kerak-ku, bunga kerak emasmi deganda-ya. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Agar o'sha darsimizda bo'ladigan voqealarni hammasini aytib beradigan bo'lsam, o'sha Reelsda yoki kommentariyada yozilgan voqealar hammasi oddiy pista bo'lib qoladi xolos. Ko'zinglarning oldida sodir bo'layotgan. Shunaqa og'ir holatlar keladi. O'sha joyda haqiqatan ham nima qilinadi? 100% uzilmaydi. 100% uzilmaydi. Eng og'ir holatlarda ham 100% uzilmaydi. Lekin bizda ozgina xafa bo'lib qolsa, qiyomat didor qilib bolta bilan kesib tashlashga harakat qiladi. Psixologiya olami xuddi shunaqaki, hozirgi zamonda kechirim yo'lini, kechirimlik, rahmdillik hududini biznesga aylantirib olgan. O'rgataman deydi, qanaqa kechirish kerakligini deydi, qanday qilish kerakligini, nima qilish kerakligini. O'zi aslida kechirimli bo'lish ildizi bu qalb ilmi. Ko'plar sayos o'rganib olgan, kasal bo'lmaysan, emotsiyalaring, hissiyotlaring joyiga tushadi, ozod bo'lasan, unday bo'lasan, bunday bo'lasan deydi. Yo'q, o'zi aslida bu insonni tuzog'i yoki ozodligi. Bu dunyoda, ikki dunyoda ham. Kechirimli bo'lishda mana shu o'sha Ingushetiyadagi Fatima nimaga endi erishdi? Dubaydan uchib keldi. Birinchi o'sha farzandi, ikkinchi farzandi shunaqa holatga tushgandan keyin birinchi oilasi bilan yasholmadi. Shunday tushkunlikka tushib
baribir o'zini qo'lga oldi. O'zini qo'lga olgandan keyin kechidi, ajrashib ketgan edi birinchi oilasi bilan. Keldi, onasini o'sha janozasini o'tkazib, nima bo'ldi? Bir oydan keyin yana erga tegyapti. Oilasi joyiga tushib, Alloh taolo bu baxtini ham ochib yuboryapti. Lekin uni hayotini qaraydigan bo'lsak, bu jazo emas edi. Hammamizni hayotimizni qaraydigan bo'lsak, jazo emas, bu sinov. Sinovni qanday o'ta olamiz? Osmon uzilib yerga tushsa ham kechirmayman deyishmi? Yoki men kimman? Haqiqatan ham kechirimli, rahmdilli insonmanmi? Yoki o'sha sharoitga qaraymanmi? Haqiqatan so'raymiz-ku, bu yoqqa qarab so'raymiz-ku, bu yoqqa qarab. Endi har taraflama ilm olgandan keyin Ibrohim alayhisalomning otasi nima qilgan? Birga qo'shilib olovga otishgan-ku. Shunda ham nima yo'q, hurmat, izzat hammasini joyiga qo'yib chiqib ketganlar. Zigmund Freudning yo'lini aytib o'tdingiz. Sen oppoq, hamma sen atrofingdagilar musibat tashuvchilar. Ular aybdor. Endi bu Mirzakarim Norbekov sistemasidagi kechirim mashqlari qanday bo'ladi? Yo'l qanaqa? Nafaqat ota-onaga nisbatan, balki bizni og'rintirgan har bir shaxsga nisbatan. Hamma muammo bu yerda. O'zingda. Masalan, nimaga e'tibor berganmisiz? Bir kuni kayfiyatingiz zo'r bo'lsa, ko'chaga chiqasiz, nimagadir hamma yaxshi insonni uchratasiz. Kayfiyatingiz yomon bo'lsa, nimagadir asabingizga o'ynaydigan, nimagadir haydovchilar ham oldingizga qiyib o'tadimi? Har kun shu bo'lgan. Metro nechigisi kelganda yopilib qoladimi? Xuddi shunday. Nimaga bitta narsa bor-ku, baliqchini uzoqdan taniydi deydi. Ichki olamingizga bog'liq bo'ladi. Qalbingizga bog'liq bo'ladi. Sizning ichki olamingiz qanday bo'lsa, masalan, optimist insonlarni bilasizmi? Taniysizmi? Taniyman, ha. Qarang-da. Qandaysan desangiz, zo'r deydi har doim. Alhamdulillah zo'r deydi. Yaxshi, alhamdulillah demaydi ular. Kulib. Javobda ham farq bor-da. Javobda ham farqi bor. Masalan, bizga markazimizga polinefrit bilan keladi, gemodializda o'tirganlar. Buyrak ishlamay qolganlar. Kelganda ularga beriladigan birinchi bizning talabimiz, bizda davolanmoqchimiz, xo'p. Birinchi eng asosiy talabimiz gemodializga borasiz, hali ham bu narsani bekor qilish yo'q. O'zingiz sezasiz. 1 yillab hojatxonaga bormaydi, 1,5 yillab hojatxonaga bormaydi. Bitta tabletka bilan arang. Endi nima bo'ladiki, u yoqqa borganda boshqa gemodializdagilar bilan, boshqa gemodializda o'tirganlar bilan gaplashmaysan. Nima uchun? Siz zo'r kayfiyatda borasiz, uni kayfiyatini ko'tarasiz. U yoqqa borsangiz, sanda qancha qoldi hayoting? Shu tortadi. Nima deydi? Tayyorgarlik ko'rib bo'lganlarda juda ko'plari. Lekin ustozi kitobini o'qigan bo'lsangiz, boshida ustoz ham shu kasallikdan o'zini olib chiqqan-ku. Xuddi shundayki, hayotda faqat yomonlikni izlaydiganlar bilan oldida o'tirsangiz, gaplashmasangiz ham nima qilasiz? Yuqtirasiz. Kayfiyatingiz tushib ketadi. Kayfiyatingiz tushib ketib qoladi. Xuddi shunaqa hayotda ham. Kechirimli bo'lish deganda, kechirimli bu endi asosiy holatlariga qaytadigan bo'lsak, ota-onani muhokama kim bo'lmasin, ko'chaga olib chiqish juda noto'g'ri narsa. Mani otanam bunaqa, darslarda ham. Masalan, biz darsimizga kelsa, mani ota-onam to'xtang. Agar haqiqatan ham gapingiz bo'lsa, ana konsultatsiyaga kiring. Darsdan tanaffus vaqtida yo darsdan keyin, darsdan oldin. Individual holatda. Individual aytib berasiz. Xalqni oldida, insonlarning oldida ota-onangizni qoralab chiqmang kim bo'lmasin. Ming yovuz bo'lsin.
eng yomon inson bo'lsin yer sharida, yomonlamang. Lekin bizda nima? Hozir insoniyatda-da, butun dunyoda ota-onasini muhokama qilish boshlangan. U muammolar masalasi bo'yicha. Hozir endi qarang. E'tibor bering. 50-yildagi kinolarni ko'taring. Bu meni shaxsiy o'zimni ilmiy izlanish. Kuzatuvlaringiz. 50-yildagi kinolarni qarang. 70-yildagini, 90-yildagini, 2010-dagini va 25-dagini qarang. Boshida ota-onani orasida muammo bo'lsa, farzand xafa bo'lganda bir nima deydi, arazlab turgan xolos. Keyin bora-bora gap qaytarish bo'lgan. 20 yillardan keyin kinoni evolyutsiyasi. Gap qaytarish, aytishish. 90-yilligini qarang. Tashab chiqib ketish, alohida yashash. Biz zo'r modaga kiryapti, alohida yashashimiz. 2010-yildagini qarang. Umuman gaplashmaslik, umuman aloqa uzilishish. Men ota-onamdan voz kechib yuborganman, unday qilganman, janjal, g'urbat, sudlashish, o'sha narsa kinoda ko'rsatilyapti. To'g'rimi? O'sha narsa bor. Endi 2025-yilligini qarang-da, ota-ona farzandlari bilan otishish, o'ldirish, urishlash, ana mushlashish. Ochiq oydin. Ochiq oydin. Jismiy jarohatlarga ham o'tib ketyapti. Ha, o'ldirishishda. Mana oddiy holatlarni qarang-da, telexranitel killeri bor, Marvel'da kinolari bor, ulari bor, bulari bor. Ota-ona, farzand ota-onani o'ldiryapti, ota-ona farzandni o'ldiryapti. Mana shu oddiy holat. Endi qanday tushunish mumkin? Bu kinoga qaramaysiz. Ssenaristlarda kimligini bilasiz. Ssenarist o'ziga shu narsani erk beryaptimi? Demak, o'zini hayotida va o'sha yashab yurgan jamiyatda xuddi shu holat. Zamonda shu mavzu. Xuddi shunday. Zamon va makonda. Kinolarimizda nima? Qaynona shunaqa, qaynota bunaqa. Ssenarist hayotini qarasangiz, kim bo'lib chiqadi? Juda ko'plarining orasida. Endi hamma 100% istisno bor, lekin juda ko'pida kim yozyapti o'sha? Kim yozyapti? E'tibor bering. Nimaga o'sha qalbidagini chiqaradi-da baribir. Ming xohlasin, ming xohlamasin. Erga berishni o'rgatadi yoki kechirimli bo'lishni o'rgatadi. Oila masalasini bir marta inson ajrashib ketdimi, uni ma'naviy haqqi yo'q. Birovga oila haqida maslahat berish. Agar o'zi oilasini yana tiklab, 5-6 ta farzandi bo'lib, baxtli yashagan bo'lmasa. Hattoki konfliktda bo'lib turgan paytda ham haqqi yo'q. Haqqi yo'q. Haqqi yo'q. Masalan, men darslarimizda kechirim mashqini o'tkazish uchun men ertalabdan tayyorgarlik ko'raman. Hech kim aytiladi, yaqinlashmanglar, rolda ham yurmayman. Qiyib o'tib qolsa, so'kinasizmi, jahlingiz chiqadimi, nimadir bo'lishi mumkin. Fokus ozgina chalg'ib qolishi mumkin. Xuddi shunday. Hattoki ishxonaga ham borganda shunday yo'lda bir chetiga mashinani saqlab, kalitni qorovulga tashab, o'zing olib kirib qo'y. Orqadan mashinalar ko'p, больница bor. Biznes markazimizda. Bilaman o'sha yerda juda ko'pincha qo'yib ketadi kiradigan joyga. Kutmay, asabim buzilmasin yoki bironisi bo'lmasin. O'zingiz olib kirib qo'ying. Inson tayyorgarlik ko'radi shu narsaga. Endi qiziq narsasi nimaki, o'sha Sigmund Freudniki nimadan iborat? E'tibor bering, hamma aybdor. Adlerdagi bor, o'zingdan izla masalani. Muammoni o'zingdan izla. Norbekov sistemasi ham xuddi shu. Sog'lomlashtirish, o'sha tentakning tajribasini o'qigansiz kitobni. Hamma muammo o'zingda. Hamma muammo. Kitobni birinchi betini ochsangiz, sen yolqov bo'lsang, ishyoqmas bo'lsang, birovlardan faqat izlab yurgan bo'lsang, kalitni, shunaqa bo'lsang, bu kitobni yop. Juda ko'plarini bilamiz. Qabul qila olmaysan buni baribir. Qabul qila olmaysan, sen yaramaysan baribir kitob o'qishga.
ustoz ataylar filtr qo'yib qo'yganlar. Endi tanishlarimiz orasida shunaqalar bor, haqiqatan ham yopib qo'yganlar bor. Nima bu? Nima deyilyapti bu yerda? Otib o'rganlar. 8 yil, 10 yildan keyin yana o'sha kitobni olib o'qiganda ikkinchi varag'ini ochmaganlarda. Qanaqa ahmoq bo'lgan ekanman deydi. O'sha payt bilmaymanmi shuni deb. Ha, bizga aytib berardi. Haqiqatan ham. Bittasi 8 yil o'zi o'sha joyda shunday ochdim, o'qidim, shunday yopdim, jahlim chiqib. Men kitob o'qish uchun olgan edim, bu nima deydi. 8 yildan keyin bir ikkinchi varaqda ham ochay deb 3 soatdan 4 soatda o'qib tashladim deydi shu kitobni. Haqiqatan shunaqa berilib ketdim deyapti bu kitobga. Xuddi shunaqaki, endi ildizi bor bu narsani. Ildizi bor. Boya aytganda gaplashdik-ku. Meditsinada 7 yil. Xitoyda 10 yil. Amerikada 15 yil. Hisoblang. Yurisprudensiya 5 yil. Yana qanaqa? O'qituvchilik bor. Har xil fizika bor. Istalgan soha. Hamma sohada 5 yil o'qiysiz. Kamida. Eng kami 4 yil. 4 yildan 5 yilgacha. Psixologiya olamidachi? Hozir 3 oyda ham beryapti, 1 yilda ham beryapti. Olmasdan ham qilib yurganlar bor. Ha. Endi insonda hayotida eng murakkab, eng katta butun dunyoni ichiga oladigan soha bu qalb ilmi. Yana mayli 3 oy, 4 oy, 5 oyda. Yana ikkinchisi kimga beryapti deysiz? Diplom. Kimga berilyapti? O'zim uchun o'qiyapman deganlarga o'sha diplomda bitta zo'r bo'lar edi-da, o'zi uchun o'qilyapti, bu sohada ishlashga haqqi yo'q deb turib diplom berilsa. Masalan, men o'tgan yili o'sha boya aytilgandek o'zimni kuchaytirish uchun, ozgina eslash uchun bu yil, kechirasiz, aprelda va mana noyabrda ikkita diplom oldim. Bittasi Shvetsariyada, bittasi Moskvada. Psixologiya ilmida innovatsiya kirgizish bo'yicha. O'sha kursdoshlarimga qaraganimda u yoqda troyka degan darslar bor. Kurator ikkita odam bir-biriga konsultatsiya o'tkazadi. 18 minut bitta inson, 18 minut bitta inson. Kurator kuzatib turadi. Kurator kuzatib turadi. Va baho beradi. Keyin mana shu joy to'g'rila, shu joy to'g'rila. Endi menda 16 yil baribir tajriba bor. O'sha boshida ham konsultatsiya o'tkazasiz, ham qarab turasiz, kursdoshlarim kim deb. Hammasi 20 yosh bor, 30 yosh bor, 40 yoshi ham bor, u yog'i ham bor, bu yog'i ham bor. Qarab yoqangiz ushab qolasiz. Mana shu hali psixolog bo'lmoqchimi deysiz. Sirg'alar, quloqda, labda, tatuirovkalar bilan. Roskosmosda nomer 1 talab bor. O'sha kosmonavtika bo'yicha. O'sha talab birinchi qaralinadi. Eng asosiy. Undan keyin qolganlari. Tanangizda tatuirovka bormi, yo'qmi qaralinadi. Bitta nuqta bo'lsa ham brakka chiqariladi. Bu insonda ichida nuqsoni bor deb. Qalbida nuqson. Qalbda nuqson bor. Ayniqsa ruhiyatda. O'zini ustida nima deydi, kompleks, qoniqmaslik o'zidan. Xuddi ichida katta kompleks bor. O'sha bitta nuqta bo'lsa ham tanangizda brakka chiqariladi. Qaraysiz, yoqangiz ushab qoladi. Shular hali psixolog bo'lmoqchimi? 16 yil psixologiya sohasida ishlab, bora-bora menda bitta holat kuchayibdi, xolos. Hech narsani bilmas ekanman. Lekin Yevropada va o'zim Germaniyada qancha so'radim, mana yaqinda ham bir marta so'radim. Hali ham o'zgarmagan. Oddiy depressiya. Bizda 4 kun, 5 kun ishlanadi. Bu qanaqasiga? O'zimizda ota-bobomizdan qolgan psixologiya ilmi, depressiyadan chiqarish. Depressiyami? Men bu 20 qop kartoshkani yuklashib yuborgan, keyin gaplashamiz. 20 qop kartoshkani yukladimi?
tana bir bo'shab oldimi, depressiyam chiqib ketib qoladi. yo o'tinni yorib qo'y deb. Ha. Nimam bor desa bo'ldi, hech narsam yo'q deydi. 3 kundan 5 kungacha beriladi bizda. Chunki mashqlar beriladi-da, tana mashqlari. Germaniyada, Angliyada u yoqda so'rasangiz, eng kami 25 ta seans kerak. Depressiyadan chiqish uchun. Oddiy depressiyadan chiqish uchun. Psixoterapiya yo'q bu yerda. Faqat psixologiya. Faqat psixologiya. Endi eng kami 25 va narxi esa eng kami 100 euro. Har bir seansniki. Har bitta seans. Necha marta so'radim. Yaqinda ham so'radim. Menga qara, sen meni tanishimsan, yaqin tanishimsan. Nimaga tezroq chiqarishni o'rganmaysanmi shuncha yildan beri desam, avval ham aytgan edi. U birinchi eshitgan gapim, birinchi marta eshitsam Berlinda eshitgan edim. Yaqinda ham u hozirgi tanishim Myunxenda yashaydi. Nimaga buncha desam, pulimiz bo'lmaydi dedi. Tirikchilik. Tirikchilik. Sani hayoting, birovning hayoti sen uchun tirikchilikmi? Yo'q. O'sha mana shu kechirim yo'lini to'g'ri tushunmaslik Zigmund Freyd orqasidan yo'lidan ketayotganlar. Adlerda orqasi ana yo'lidan ketayotganlar, Adlerda uslubini o'rganganlar tez yechim topadi. Ya'ni muammoning ildizini o'zingdan qidir bu. Xuddi shunday. O'zingni ayblab dorga borib osmas. Xuddi shunday. Shuning uchun masalan yangi psixologlar bilan gaplashadigan bo'lsangiz, psixologiya nima o'zi aslida? Bu hayotiy tajriba. Birovga yordam bermoqchimizdan, mana endi kitob yozishga harakat qilyapman. 40 yoshga kirib. Nimaga? Oila masalasi bo'yicha 8 yil dars berdim. Psixologiya bo'yicha mana shu birlashganda 16 yildan beri. Endi ozgina bo'lsa ham o'zimni haqdor deb sezishni boshladim xolos. Kitob yozishga. Nimaga? Ustozlarimiz bor. Mani o'zimni shaxsiy juda ko'p yo'limda 5-6 ta ustozim bor. Borib ilm olib turaman. Hali ham. Ustoz mana shunaqa holat. Shunaqa holat. Ikkita ilmni zamonaviy bilan ustozdan olingan ilmni birlashtirsangiz, oson chiqadi inson. Xohlagan holatda. Hozir o'zini ayblamagan holatda o'zidan ildizni topish bu ham bitta ilmda o'zi aslida. Bizda qanaqa muammo seni deb paydo bo'lgan bo'lishi mumkin desangiz, bo'ldi, pardani tutib uyga kirib ketib, depressiyasini ustiga yana depressiya mindirib, men o'zim aybdor ekanman, endi men qanaqa qilib yashayman va hokazo. Menga izoh yozayotganlar orasida endi bu mavzuga men o'zim bilmay kirib qoldim-da, ota-onani kechirish, boshqa va hokazo mavzulariga. Shunaqa yozilayotganlari bor, haqiqatda qanaqa qilib kechiradi bu ota-onasini deb o'ylab bir lampochkalar yonib qoladi miyada. Shunaqa men bu vaziyatda kechira olmayman deydiganlar qanday yo'l tutsa bo'ladi? Boyagini eslash kerak. Bu yoqqa duo qilinadi. Bu yoqda kechirmayman deydi. Nimani xohlayapsan o'zing? Kechirim aytdim kirdim emas, chiqdim kirdim emas. Bu yo'lni tanlagin. Endi ochiqchasi hammani umrini oxirigacha kechirib yashash osonmi deydiganlar ham bor-da. Bu kechirib yashash mana shu aytdim kirdim, chiqdim kirdim. Chiqdim kirdimlardan-da. Men kechirimlik, rahmdillik yo'lini tanladim. Meni yo'lim bo'ldi. Sen uchun, sening roziliging uchun mana shu kechirimli bo'laman desa, inson qalbi bilan shu fe'l, shu hol, shu yo'lni, istakni qabul qilsa, vujudi bilan, hujayralari bilan qolgan kelajakda nima bo'lmasin, osongina kechirib yuboradi. Deb o'tib ketaveradigan bo'ladi. Alloh taolo seni roziliging uchun kechirdim deb yuboradi. Qanaqa kechirish mumkin? Xotira qolaveradi. Nima uchun? Kim uchun? Kimning roziligi uchun kechirishni tushunib olsa, oson bo'ladi. Insonlar mana boya gaplashib o'tdik-ku. Nima uchun shu hozir avlod paydo bo'ldi? Kechirishni bilmaydiganlar, kechirishni qanday qilib o'zini ustida ishlashni bilmaydiganlar,
boya aytdik-ku, yillar mobaynida o'sha Sovetskiy Soyuz qancha bizni olimlarni qirib tashlashdi. Qancha bizni katta ilmdorlarimizni borib otib tashlashgan. Tilni o'zgartirdi necha martalab. To'g'rimi? Alifbo o'zgardi. Alifboni qancha o'zgartirishdi. Qancha katta ilmlar, ana kitob kutubxonalar, ota bobomizdan qolgan ilmlar yo'qolib ketdi. Va e'tibor bering-da. E'tibor bering. Shuncha harakat qilishdi, Allohga shukr, biz chiqib ketdik. 3 oy dam olish kerak edi. Va yana necha oy paxtaga olib ketilardi? 2 oy. 2 oy kamida. Kamida. 3 oygacha ketardi. Noyabrga ham davom etardi. 3 oygacha ketar edi. 3 oy ilmsiz vaqt yashab o'tirlardi yoshlarimizda, yana 3 oy ilmsiz. 6 oy ilmdan uzib tashlashdi. 1 yilda. 1 yilda. Yillar mobaynida ketdimi shu narsa? 10 yillab, 20 yillab harakat qildi. Kitobga qiziqmaydigan avlod paydo bo'lgan edi. Hozir esa alhamdulillah nima bo'ldi? Kitobga qiziqish paydo bo'ldi. Chet elga ketayotgan yoshlarimiz, farzandlar, hamma joyga qayerga borsa, grantlar, kitobga, ilmga qiziqadigan avlod tug'ildi. Endi shakllandi. Endi ular o'sib nima bo'ladi? Baribir qaytib keladi. Keyingi avlodni tortadi. Turkiyani ko'targanlar kim bo'ldi? Migrantlar bo'ldi. Borib o'qidi. Germaniyada ular kim edi boshida? Ishchi edi, oddiy. Axlat yig'uvchilar edi. Keyin quruvchilar, sekin quruvchilarga o'tdi. Hozir esa dunyoning eng zo'r aeroportlarini kimlar quryapti? Turklar. Yo'llar turklar. E'tibor bering. Istanbul bilan Istanbulni viloyatidagi qurilgan zavod, fabrikalar hisoblab chiqsa, soni butun Rossiyadagi qurilgan, shuncha dunyodagi eng katta mamlakat, butun Rossiyadagi qurilgan zavod, fabrikalari soniga to'g'ri keladi. Istanbul va Istanbulni atrofidagi qurilgan zavodlar. Butun mamlakat emas hali. Yo'q. Nimaga chiqib ketdi, o'rgandi, ilm oldi. Musofir inson nima qiladi? Shunday samolyotga o'tirgani bilan vujudi ilm olishga o'rganib qoladi. O'zini tutish, ilm olish, xulq atvori, til, foydalanib qolish, vaqtim kam, hamma tarafdan juda kuchli o'ziga qaraydi. Shu narsa bora nima qilinadi? O'rganiladimi? Inson o'zini ustida ishlaydi. Shuning uchun ham hozirgi avlod, hozirgi o'qimishli avlod endi eng kuchli tarafi izlanuvchilar deyiladi bular. Kitob o'qiydiganlar, ilm oladiganlar, mana biznes treninglar bo'lyapti. Endi to'g'ri, bu so'zni berish ham noto'g'ri. Infoluttvozlar deyiladi. Bu ham ahmoqning gapi o'zi aslida. Nimaga? O'sha bitta biznes treningga borgan bola mayli pulga kuyibdimi, ilm olmabdimi, lekin nima xislatini kuchaytiryapti? Ilm olish xislatini kuchaytiryapti. Men borib ilm olay deyapti. Izlanish haqida fikr bor. Xuddi shunday. Nima qiladi? Bular? Borma, bu firibgarlar, undaylar. Lekin e'tibor beraylik-da, bu ham o'sha ilm olish olamida evolyutsiya nima deydi, bir bosib o'tilish kerak bo'lgan yo'l. Bosqich. Shu narsaga talab bor ekan, paydo bo'ldi. Butun dunyo hozir shunday-ku. Butun dunyoda universitet ilmi bor va trening ilmi bor hozir. Endi bitta narsa. Biznesmen bo'lish uchun universitetga borib o'qish kerakmi? Endi bitta savol. Men boshqa sohaga kirganim yo'q. Albatta borib o'qish kerak. Biznesmen bo'lmoqchi bo'lgan inson qanaqa qilib
dars ola oladi. Bir kun ham biznes yuritmagan insondan. To'g'rimi? Biznesni agar biznesmen bo'lsa 15 yoshida boshlagan bo'ladi u kamida pul Xuddi shunday. topishni. Xuddi shunday. Endi e'tibor bering-da, qanaqa qilib universitetga borib dars olsinmi? Hech narsa bera olmaydi. Eng qizig'i o'sha kitob. Men ham maktabda o'qiganimda biron marta uyda urushmagan. Borib nimaga 5 olmayapsan, 2 olmay, 4 olib kel, 4 olmayapsan, nimaga 2 olib kelding, nimaga 3 olib kelding. Faqat bitta narsani boshimga, aqlimga quyishgan. Otam ham, dadam ham kitob o'qi, kitob o'qi, kitob o'qi, kitob o'qi. Boshqa narsani yo'q. Nimaga? Inson rivojlanish kaliti ko'p kitob o'qigandan emas. Ko'p ilm olgandan emas. Tasavvurini sog'lomlashtirishdan. To'g'ri tasavvur qilishdan. Fikrni to'g'ri yuritishdan. Xuddi shunday kitob o'shani beradi. Bitta kitob o'qib turuni ham tasavvuri juda kuchayib ketishi mumkin. 100 ta kitob o'qib ham odam bo'lmaydi. Buni aynan kechirimga bog'lagan joyingiz, ya'ni ilm yetishmasligi ortidan kechira olmaymiz Xuddi shunday. demoqchisiz. Xuddi shunday. O'lib ketgan ota-onamiz bo'lsa, ularni qabul qilishimiz qanaqa bo'ladi deydiganlarga qanday javob qaytaramiz? Endi ustozlarimiz nimani o'rgatgan? Farzand ota-onani faqat hayotligida xizmat emas, o'tib ketgandan keyin ham xizmat qilish ga sharoit berilgan. Birinchi o'rinda qilinadigan xayr ehsonlar, duolar, Istig'forlar, shu narsa. vasiyatini joyiga qo'yish. Xuddi shunday. Endi vasiyat ham endi to'g'ri kelsa-da. To'g'ri kelmasa, vasiyati mana shunga uylan desa, ko'ngli bo'lmasa, qalbi bo'lmasa, qanaqa uylana oladi? Endi xuddi shunaqa o'tib ketganlarga ham xizmat qilish, siz masalan mana masjid oldida boring novvoyxonaga bir kunlik nonini sotib olib, arzimagan pul turadi o'zi aslida. Tarqat tekin. Savobini ota-onamga bag'ishladim, o'tib ketgan. Yetib boradi baribir. Moddiyatga imkoniyating bo'lmasa, ayol bo'lsang, turmush o'rtog'ing ruxsat masalasi bo'ladigan Xuddi bo'lsa, bo'lmasa qo'lda tasbih qilish ham mumkin-da hozir. Albatta. Endi o'tib ketganlarga birinchi o'rinda ustozlarimizdan, ahli ilmdan ilm olish kerak. Ular to'g'ri yo'l ko'rsata oladi. Bizning psixologiyamiz tiriklarga. Tirik insonlarga. Lekin fundamental jihatdan endi shuda Albatta. duolar, zikrlar, istig'forlar va savobini bag'ishlash. Chunki mana shu narsa sizni qanaqaligingizni ko'rsatadi-da, qanaqa farzandligingizni. Kim bo'lmasin, sizni muomalangiz qanaqa, o'sha narsani tushunib olish kerak. Siz qanaqa muomala qilishga qaror qabul qildingiz hayotda ularga. Men pastkash odammanmi, o'rtacha odammanmi, buyuk insonmanmi, kuchli insonmanmi? Siz hal qilasiz, men hal qilaman. Ota-onamga kim bo'lmasin ular. Ularning muomalasi qanaqa bo'lmasin? Men kimman? Men nima uchun o'sha narsani qabul qilishim kerak? Qanaqa kechirimli bo'lishni nima uchun tanladim? Sababi nimada? Shu narsani ildiziga yetsa, juda ko'p insonlar ota-onasi bilan muomalasini tiklab oladi. Yuqorida fikrlardan kelib chiqib turib, bitta xalqimizda tarqalgan iborani mag'zini tushundimda. Ota-onang to'ng'iz bo'lsa bog'lab boq degan gap bizni kattalarimiz ko'p gapirishardi. Endi bu qo'pol o'xshatishdir, ba'zi odamlarga ma'qul kelar va yoki yo'q, buni hal qiladigan insonlarning o'zi va podkastda o'tirib olib dumaloq stol atrofida kechir, iltimos, endi ota-onangni kechir deyishdan ham yiroqmiz. Tanlov har kimni o'zida. Kechirib ozodlikda yashayman, erkin yashayman, ruhimni, qalbimni sokinlikka olib boraman, baraka kirgizaman hayotimga, muvaffaqiyat kirgizaman desangiz kechirim haqida o'ylab ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz aytganingizdek qiyomatga olib qo'ying. Bu ham o'zingizning tanlovingiz. Lekin nima bo'lganda ham bu dunyo 70 yillik dunyo. Qo'pol qilib aytganda biz o'zimiz uchun agar 70 ga arang kirsak, kirmasak hozir ham masjiddan chiqib ham
nimadir bo'lib qolishi ehtimolidan yiroq emas. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib turib, agar savollaringiz bo'lsa, marhamat, va shu o'rinda aytib o'tay, agar kechirish masalalarida qiynalayotgan bo'lsangiz, salomatligingizni tiklash masalalarida qiynalayotgan bo'lsangiz, muvaffaqiyatsizliklar va kelishmovchiliklardan zada bo'lib yashayotgan bo'lsangiz, Mirzakarim Norbekov markazi nafaqat poytaxtda, balki ba'zi viloyatlarimizda ham bor. Mana shu viloyat markazlarida sizlarga yordam ko'rsatishga tayyor. Men o'zim treninglarda bir necha bor ishtirok etganman va mana bugun ham bitta treningga yozilganmiz, borishimiz kerak shu joyga. Va samarali bo'lgani uchun ham butun dunyo tan olgan metodlar. Mirzakarim Norbekov ustozni o'ziga mana yuqorida gaplashdik, fandagi 2 ta ilmiy kashfiyot muhrlab qo'yilgan nomlariga, fundamental kashfiyot. Bu bo'yicha ham qiziqib ko'rishingiz mumkin. Xullas, siz yuksakligingiz darajasiga qarab kechira olasiz. Bizni ham kechiring agar qalbingizga ozor bergan bo'lsak. Sizga katta rahmat. Xush kelibsiz. O'zi aslida gaplashadigan mavzular ko'p-u, lekin fursat nuqtai nazaridan ozgina qisqartirishga to'g'ri keldi.